Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda model qo'shib olamiz. Buning uchun Models papkasida o'yin tugmani ezib, добавить tanlab, klass tanlaymiz. Klassimiz nomini product model deb yozamiz. Klassimiz hosil bo'lgandan keyin unga kerakli xususiyatlarni qo'shib olamiz. Bu xususiyatlar id, name, description, price narxi, tovarda aktivligini ko'rsatuvchi is active xususiyati. Biz modelni qo'shib olganimizdan keyin product kontrollerga kirib turib, unga o'zgartirish qilamiz. Produkt modellar saqlaydigan xususiyat yaratib olamiz. Product deb list product model product. Undan keyin konstruktor hosil qilamiz. C-tor deb yozib tabni ezsak, studia konstruktor hosil qilib beradi. Keyin shu konstruktorda shu product xususiyatini get sample products metodiga tenglaymiz. Metodimiz yo'qligi uchun u qizil bo'lib turibdi. Chap tarafda qizil lampochkani ezib turib, create metodini tanlaymiz. Va u bizga metodni hosil qilib beradi. Bu metod mahsulotlar ro'yxatini qaytarish kerak. Shuning uchun return new list product model deb yozib, menda oldindan tayyorlab qo'ygan ro'yxat bor. Shuni keltirib qo'yaman. Bu ro'yxatni kommentariyda ham yozib qo'yaman. Yoki o'zingiz ham istagan ro'yxatni yozishingiz mumkin, farqi yo'q. Yoki shu ro'yxatni kommentariyadan olib stavить qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ro'yxatni qaytarishni qilib oldik. Endi uni ko'rinishini qilamiz. Buning uchun views ga kirib turib, products ga kirib, index faylini ochamiz. Eski oldin yozgan yozuvimizni olib tashlab, mahsulotlar deb yozamiz. Bu sarlavhani tagiga tablitsada ro'yxat chiqaramiz. Rasmda ko'rsatilgandek. Endi head bo'limida taglarning orasida sarlavha chiqarib olamiz. Sarlavhamizni HTML display name for tag helper bilan chiqaramiz. Bu tag helper xususiyati nomini chiqaradi, qiymatini emas. Agar xususiyatga atributiga boshqa nom berilgan bo'lsa, shu nomni chiqaradi. Buni keyinchalik yana ko'ramiz. Endi shu tag helperimiz ichiga lambda выражение orqali har bir xususiyatga murojaat qilib chiqamiz. id ni chiqarmoqchi bo'lyapman hozir. Lekin e'tibor bersanglar, xususiyatlar ro'yxati chiqmayapti. Ro'yxat chiqmasligiga sabab tepada biz modelni bog'lamaganmiz. Modelni bog'lab qo'yamiz INumerable bilan. Bu INumerable bilan bog'lashga sabab view ga bir nechta product model obyektlarini uzatishga imkon beradi. Shuning uchun undan foydalanamiz. Modelni bog'lab olganimizdan keyin product model xususiyatlari ko'rinadi. Birinchisiga id ni chiqaramiz. Keyin undan kopiya olib qolgan xususiyatlarni ham qo'yib chiqamiz. Name, description va price uchun sarlavha chiqaryapmiz bu yerda. Yana bitta bo'sh katakcha qo'shib qo'yamiz. Bu pastda ro'yxatlar to'g'risida tahrirlash, qo'shish, batafsil actionlari bo'ladi. Shunga tepada sarlavhada joy tashlab ketamiz. Body tagining ichida for each siklidan foydalanib ro'yxatlarni chiqaramiz. O'tgan darsda o'tganimizdek model harfi bu yerda katta harf bilan yoziladi. Siklning ichida taglarning ichida modelimizning xususiyatlarini ro'yxatini chiqaramiz. Buning uchun HTML display for
tagidan foydalanamiz va bu tagning ichida model item, lambda bilan item, for each siklidagi itemga murojaat qilamiz va shu modelimizning xususiyatlarini bittadan chiqaramiz. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Display for ichida model item model yoki enumerable product model kutgani uchun biz uni bermaymiz. For each ichidagi item qiymatini chiqarishimiz kerak. Shuning uchun item deb yozyapmiz. Bu yerda model item display for uchun model konteksti. For eachdagi item kerak. Uni qiymati kerak. Shuning uchun item id deb yozyapmiz. Endi shu ro'yxatlar uchun tahrirlash, o'chirish va batafsil ko'rish uchun actionlar qo'shib chiqamiz. Actionlar nomi edit, details va delete bo'ladi. Ularga id orqali murojaat qilamiz. As per root id ga item id deb yozamiz. Birinchisini yozib qo'yganini ko'chirib tashlasa ham bo'laveradi. Actionlar nomini o'zgartirib chiqamiz. Shu yerda o'zbekcha bo'lish uchun ssilkalar nomini ham o'zbekcha yozib qo'yaveramiz. Tahrirlash. Ro'yxatlarni qo'shib oldik. Kontrollerga qo'shdik. Endi ishga tushirsak ham bo'ladi. Mahsulotlarga kiramiz. Va xato chiqadi. Modelni tepada bog'ladik. Xo'p, bu xatoni sababi null reference exception chiqyapti. Ya'ni biz modelni kontrollerga bermaganmiz. Modelni kontrollerga bermaganimiz sababli bizda viewda model null bo'lib boryapti. Tepada konstruktorda products xususiyatiga get sample products natijasi tenglashtirilgan. Lekin uni viewga berib yubormaganmiz. Shuni to'g'rilab qo'yamiz va products xususiyatini viewga berib yuboramiz. Quvusning ichida products deb yozib qo'yamiz. Endi to'g'ri chiqishi kerak. Ishga tushiramiz va mahsulotlarga kirib ko'ramiz. Ro'yxatimiz chiqadi. Bu oxirida qo'shilgan actionlarimiz. Batafsil ezib ko'ramiz va ishlamaydi. Keyingi darsda shuni qo'shib ko'ramiz. Bugunga hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.